Dilmurodjonda akalar bitta narsani aytaman. Ozgina agar molni aqqasi puch bo'lsa olmaydi. Faqat olib sotishi bor deyman sizga. Pelemini oladi. Sababi akalar u eskitdan ko'rurgilar biladi, molni shuna tanlaydi. Ha, Greenwood tozasi, hali chachishgan emas. Aha, tozasi. Aka bunga necha pul? Hojaga bo'lsa 35,5 kami bor. 35,5 kami bor. Ikkalasidan ham katta akalar chiqqanlardan. Polvondan ham katta. Aka bir ish qilaymi? Cho'ga bitta olib qo'yaymi? Oo, yomon bo'ldi. Bo'ldi, yoniga beylayman, cho'ga bitta olib qo'yamiz. Bo'ldi akalar, ketdik. 5-iyun holatiga syomka qilyapman. Har chestani aytib qo'yganimda akalar, o'sha Instagram hisobini aytib qo'yapman. Chunki Instagramda obunachilarimiz chestani aytib keting deyishyapti. Qani? Ana hojaga. Voh, yomon chiqdimi? Uchovini ham karabkasi bir-biridan kuchli. Maza qildim. Dumani ko'ryapsizlarmi, topilgan akalar? Yelkani ko'ryapsizlar. Uchalasi ham kamiga to'q qol, chiplari ham bir xil ekan. Turishini qarang. Bir xil uchoy ham, ha. Uchoy ham chap quloqda. Chap quloqda. Ketdi uchoy bir joyga 34 dan bu ham. Malades, maza qildim. Akalar 34 milliondan xohlagan joyga solishtirib ko'rasiz. Molda Uchalasi ham to'qol, uchalasi ham chap quloqda ko'ryapsiz-a? Ha? Greenwood tozaladi uchoy ham. To'g'ri. Orqalari puchmol emas. Mazasiyamki bo'lyapti. Endi avvalo kimga nasib qilsa, hozir Buxorolik obunachimiz ham aktivlashib ketibdi, Buxoroliklar. Aka, endi kimga nasib qilsa avvalo? Endi kimga to'ppa-to'g'ri gap emas, kimga nasib qilsa, bu telefon kelishganga endi u barakadan. Zakalar tashaganga, baraka bo'lib zakal tashamaganga iloji yo'q uni. Zakalar tushsa hisobda keyin. No, plastikka misolcha necha foizdan pulni tashasa? Endi misol molni bor pulni tashash shart emas. 2 million tashaydi, 3 million tashaydi, zakal tashaydi. Bo'ldi, muzlaydi keyin. Borgandan keyin qolgan shopirdan beraveradi. Otangizga rahmat. Yaxshi. Davom etamiz. Endi kimgadir akalar menga shu 600 kiloga yaqin mol bo'lsin deganlarga mana chiqdi aka. Qora qizil bu. Qora qizil. Dilmurodjon, nimaga totavering bu siz? Qotib ketadi. Ikkitasini ham churadi bu aka. Churadi. Akalar bu sizongiz emas. Arqonda endi his qilibdi. Mana olib kelgan aka. Mana akalar. G'ovda boqqan ekanda, o'shaning uchun qarang, suyaklari buzilib ketganda moldi. Moldi gazini uzunligini qarang. Akalar bo'ylari 1.30, lekin klasi 600 ga qarab ketyapti. 550 plyusda kelyapti. Shunaqa, 550 plyus. Almatrani ko'ryapti u. Aka bukadigan kuchi bor-da buni. Ketman, sallalligini qarang. Lekin olgan odam baraka topadi. Nimaga Dilmurodjon? Qiynalmaydi 2 kiloga kuniga. Kilosi ham turgalaydi molchi aka. Yegani yo'qoradi akalar, shunaqa qilib turibdi. Keyin mana gaz bor-ku akalar. Gazlari opshim uzun. Ayollari aqqa yog'iga stakan bo'lib ketganda, tuyog'i o'sgan, unaqa emas. Bo'ldi, toza. Kamiga to'qol. Kamiga to'qol. Mashtiga maza qilib bori. Oldi gazini qaramiz. Aka nechlik beramiz? 36 kami bor. 36 kami bor. Yaxshi. Qarang akalar. Ozgina qo'shilib qoldi xolos, lekin bu kilosi ulardan bir 50 kilo. Aka, og'irroq mujjal. Aka, turuni bitta oldingga aytaymi? Aytmay turing-da endi, ochiq havolik ulardi. Yo'q, qaysi so'ralasini? Oshda chiqardingmi? Ha. Uyana. To'rtta Greenwood olaman deganga. Ha. Qani? 34 dan. Otasiga rahmat. Men buni to'rttasi yotibman-ku, Dilmurodjon. Mana shu katta bolam ketaveradi. Yo'q, boshqa yoqda ekan. Akalar yonda tashadi, narx-navoni ko'ryapsizlar mana. Mana 1, 2, 3. Bu 4-chiga aylandi. Lekin bulardan akalar men ko'rdim, bir 50 kilo plus minus katta. Bozorda 35 millionga ola olmaydi mana shu molni ham. Qiyinda kattalik qarang. Kilosiga ham bor. Hozir 34 dan aylanib ketdimi shunda? 34 dan 4 ga ketdi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand obunachilar aktiv bo'ylar o'zi birinchidan sizlardan bular o'tib ketdi bolalar. Xorazmgacha kirib boryapti 4 ham. Ha. Vodiy bo'ylab emas. Yashang rahmat. 5-iyun 2026. Aka hozirchi biz tavsiya qilib qo'yapmiz. Mana shu molni olganlar go'shtga boqadigan bo'lsa, aka zakona go'sht beraveradi. Mana shu molni 37 dan chiqarsa bo'ladan esa. Shunaqa. Arzon olgan molni sotaman. O'tizga rahmat. Aka 60% ga bemalol qiynalmaydi bular. Beradi, 100% beradi mana shu mol. 60% beradi. Hozir qanchada kilosi o'zi bor-da aka buni. Mana shu holatda ham normal kilosi bor. Ajaga 300 kilosi bor. 300 dan aniq oshiq aka. 350 ga bormaydi-yu, lekin 300 dan oshiq aka. 300 plyusda-da. Shunaqa. Davom etamiz akalar. Endi semental bazm boshlandi.
Sementalda bo'ylari 1.35 da uryapti, lekin 30 ga oshig'iga rozimiz Ha, aka. 1.30 ga ham rozimiz, olaversin. Bo'ldi gap yo'q. Qani qarang. Mol endi beylandi, o'da yurgan ekan. Ha, endi Mol bayram. o'zini ko'rsatgan yo'q. Hop. Qani? Mana mol. Gazlari uzungina. Voy. Aka menga qo'yingchi. Biz o'zimizni joyimizga. Mana shu uyni yaxshi quribsiz-da, menga oson bo'lyapti syomkaga. Shuni kallani qo'yamiz mana akalar. 1.20 ekan beton akalar. Bilmaganlar uchun aytib qo'yay, yangilar uchun. Ha. Mana, novosimizni bo'yi 1.30 xotirjam. Dilmojon necha beramiz bunga? O'shaga 37 kami bor. Yem-yemabdan novos hali. Yem yegan yo'q. Xo'p, qancha 37 dan o'tib beramiz? 36 millionga ketaveradi. Yaxshi. Aka qarang, so'ramay turib yana ularni bitta qo'yib olaylikchi. Goldan ikkitasi bor sheriga. Ketdik aka. 5-iyun 2026 ga aka. Yurg'zorinchi, shoqibororinchi. Mana. Arqon tushmaganlarni bilib turibsiz. Ha, o'zi bilim. Oyoqlari stakan, butun. Sog'lig'ini ko'ryapsizlar akalar. Mana o'ynaman berdi bitta. Yaxshi. O'pshim zo'r. Hop, akalar endi ikkinchi galay boshi. Bu hozir chiqqandan katta, klasiga ham, bo'yiga ham akalar. Gaziga ham uzun. Akulay, betlari aka. Mazza variant. O'ta mazza varianti. Aka salqinga. Charcharingiz turibman endi aka mehnat shunaqa bo'ladi-da. Bir salqinga bir olib turib gazini qarang akalar. Dilmarjon yopyapti akalar. O'ta mazza. Endi bitta olib turgan aka. Hali ko'p turgan obunachilarimiz ham. Dilmarjon. Bular mehnatini uchun ham olaman desa kerak. Mana aka. Voy mashallah. Katta 37 ga roziman aka bunga. O sheriga chaqiryapti, sheriga yo'llar chiqsin endi. Bo'ldi gap. 37 dan arzonroq qilib beraman. Sheriga bor. Bo'ldi. Bugun aka siz aytyapsizmi mani? Bugun almashib qoldik. olamiz. Men nahar aytyapman, siz tushuryapsiz, bilasizmi? Kelajakda mollar yaxshi mol bo'ladi. Ha. Kiloni yaxshi kilogrammdan gazi uzun, oyoq boshlari butun. Ajoyib. Akalar 5-iyun 2026. Yala boshiga navbat akalar. Turishini qarang. Mana. Avli ko'ldi ham gold rang aka bu. Aha, tozasi lekin. Qumbosh deganlaridan. Qumbosh. Bo'y toza 1.35 plus. Qani gardanini ko'raychi. Faqat akalar arqon ko'rmagan ekan u. Mana akalar, asl holati mana shunday ko'rinyapti. Ajoyib. Bo'yi rostdan 1.35, oyoqlar stakan. Chotni qarang, kerakligini qarang akalar. Qancha novvoz choti kengmi akalar, go'shti ham tepasi shunaqa yo'g'on beradi. Molni gazi ham uzun. Gazi ham uzun. Qani qarang. Polvonga necha beramiz aka? Polvonga 37 million, ozgina xayri bor. 37 million xayri bor. Xo'p, Dilmurodjon bo'lmasa uchala gigantga aytingchi. Cho'gami? Chiroq narx qo'yib bering. Shu bir so'ramang. Hojaga 38 desam bo'laveradi. No. 38 emas, 36 milliondan bir joyga ketaveradi. Oh, mashallah. 36 milliondan 36 milliondan bir joyga o'tib ketdi. Akalar ikkita semental tozasi, bitta avlikoldi gold rangi. Endi qarang aka. Общий hisobga nechta bo'ldi? Общий hisobga 12 bosh. 12 bosh. Bitta kalkulyator yoqingchi bo'lmasa bir ajoyib bir Tasavvurlarga bo'lsa. Ha, bo'ldi, pauza qilib turaman aka. Xo'p, qarang kalkulyator beringchi menga. So'yga olib kelingchi aka. Ha, nima hisob bo'lgansizda buni? 394 million bo'libdi. Aytgan narxlarimiz, ha. Hop, bo'yi 12 ga 32 million 833 mingdan chiqdi. Mana hurmatli obunachilarim, 3 ta 29 imiz bor. 60 hisobladingiz, ha? Aha. Bag'i 136 ga 108. Shuna bo'ldimi 36 dan? Ha. Ha. Shuni hisobladik, mana summa kelib chiqdi. 32 million 833 ming. 33 mingdan. Yaxshi, 14 tasiz u chiqdimi aka? Katta mollar bo'lsa ham. Arzon chiqardimi? Hojaga mana arzon chiqardingiz, ha? 32 million 700 ming so'mdan dastlabkasiga kirib boradi Xorazmga. Aka, yaxshi, rahmat. Shuning narxi bo'ldi mana. Zo'r, rahmat aka. Hamyon narx qo'yim. Yarimga qo'rak aka. Yarim emas hojaga, 7600 dan mana. Aka, bitta narsani aytaymi? Hozircha hamma odam qarab turibdi siz gapingizga. 100 so'm olib olmaysizmi? Ketdi mana. Osim. 32 yarimdan, 32 yarimdan. O'shanda hozir 355 mingdan tushyaptimi? Aytib tashyaptimi har bittasidan? Ha. Shuna bo'lyapti-da. Akalar 10 tasi ham bo'lganda ham $200 bo'lardi. Zo'r aka.
Hozir bizni bittalab o'tganimizda zo'r tushdi narxlar. Hoji aka o'zi eng kichkina narsa menda pulga so'rasangiz 30 millionlikda o'zi. Ha, 29 dan qo'ydim uchovini. 29 dan. Qolganlar 30 tevasida hammasi o'zi. O 36 tadan birga ketyapti. 34, 36. O'zi novosa zo'r narx chiqdi. Endi kim birinchi ko'rsa, xudo xolasa, shu videoni agar imkoniyat bo'lsa bosish kerak. Bu yerda qarang aka, birorta ko'ti puchmol bormi? Hammasi yalpay yotibman, qarang. Bu ko'ti katta, aqasi katta deymiz-ku, bu kilani zo'r beradi. Qarang hoji aka, bu shoxiga ham ahamiyat berib qo'yarsiz. Faqat sementalni boshida shoxi bor xolos. Sementalda, ha. Endi sementalda ko'p shoxli bo'ladi akalar. Qolganlar mana quruq shoxi, o'smaydi shox. O'zing bilib turibsiz. Mana shunaqa. Aka, jumagacha qo'yib olay videoni. Aka, Allohdan baraka topsin. Otangga rahmat deb qo'ysa bo'ldi. O'zim ham yozib qo'yaman otasiga rahmat. Bo'ldi. Bu safar o'zim ham yozaman bo'lmasa men ham. Bo'ldi gap yo'q. Zo'r chiqdi narxlar akalar, mazza bo'ldi. 5-iyun 2026-yil holatiga rahmat.